Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan. Shundaqla 5-iyul kunimi nurg'ulg'an Uyg'ur yoshlarni vahshiylarcha qirg'in qilgan tajovuzchi Xitoy Kompartiyasi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini aqlab axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerika 500 dan ortiq Xitoy o'quvchilariga viza berishni rad qildi. Yangi Zelandiyalik professor Xitoyni hajviylashtirganligi uchun uning Twitter hisobi to'xtatilgan. Sog'lomlik haqida. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligini xotirlash uchun 5-iyul kuni muhojiratdagi Uyg'urlar Sharq Turkiston surgun dokumenti va Uyg'ur tashkilotlarining o'rnalashtirishi bilan o'zlari turishliq davlatlarga Xitoyning konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, 5-iyul shehidlarini xotirladi va Xitoyning navbatdagi jazo lagerlari siyosatini qattiq ayblab, vaqada mas'uliyati bor kishilarni javobgarlikka tortishdi. Vaqada o'ldirilgan, g'oyib bo'lgan, turmaga tashlangan Uyg'urlarning izlarini berishni talab qilgan. Xitoy hukumatı o'zining 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini qonliq bostirganligini aqlash uchun 5-iyul kuni atalmış Şinjan Uyghur Abdumraylık hükümet Beijing'da axborot yig'ini o'tkazib, 5-iyul vaqasining atalmış davlat ichi sirtidagi Sharq Turkiston kuchlarining birlashib uyushtirgan eg'ir zo'ravonlik jinoiy vaqasi ekanligi, o'zlarining bu vaqani bostirib fuqarolarni qo'g'daganligini, lekin axborot yig'inida atalmış Şinjan Uyghur Abdumraylıkning bayonotchisi Elijon Inoyat atalmış Şinjanning sotsialistik qonun bayrog'ini egiz ko'tarib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aloqador belgilarining ruhiga asosan terrorlik va oshqullikqa qattiq zarba berganligi, fuqarolarning tip huquqining tajovuzga uchramasligiga eng zo'r darajada kapolatlik qilganligini ilgari surgan. Xitoy hukumatı bu vaqada ko'p qismi Xitoylar bo'lib 197 kishining o'lganligini qayd qilsa-mu, biroq Uyg'ur tashkilotlari minglagan Uyg'urning o'ldirilgan, turmaga tashlangan va g'oyib bo'lganligini ta'kidlagan. 1-iyul kuni Xitoyning poytaxti Beijing shahrida zo'r ko'lamlik ommaviy yig'ilish faoliyati tashkillanib, Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligini dag'dug'iliq tabriklaganda Xi Jinpingning uzun nutqidagi biz hech kimni bo'zaq qilmadik yoki qul qilmadik. Shundaqla hech kimning bizni bo'zaq qilishi yoki qul qilishiga qarab turmaymiz. Kim shunday qilmoqchi bo'ladi ekan, uning beshi yerilib qiyna oqidi degan. Xi Jinping yana 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yillik xotir kunida Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti nomidan farmon e'lon qilib, Xitoy qurolliq soqchi qismining Sharq Turkistondagi bir alohida urush qilish o'ttiri atratiga terrorlik qarshi turishning o'tkir qilishi deb nom berib, barliq Xitoy qurolliq qismlarini bu atratdan o'rganishga chaqirgan. Nyu-York vaqti, Washington pochtasi, davr qatorliq ko'plagan cho'ng gazet jurnallar bas-basda obzor maqola e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yillik xotir kunida o'ngchilarga zarba berish, yerlik millatchilarni yo'qotish, madaniyat zo'r inqilobi, Tiananmen qirg'inchiligi, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi, Sharq Turkistondagi lager qatorliq zo'r voqealarni eslab o'tgan. Shuningdek, bu jarayonda necha 10 millionlab Xitoy fuqarolari hayotidan ayrilgan bo'lsa, amdilikda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda natsistlarcha lager qurib, irqiy qirg'inchilik qilayotganligini alohida eskartgan. Shularning qatorida Hindistondagi eng cho'ng televiziya kanallarining biri bo'lgan Dunyo bir xabarlarida maxsus muhokama uyushtirib, Xitoy hukumati biz hech kimni qul qilmadik ham qilmaymiz deydi. Undaq bo'lsa, lagerlarga qamalib qulluq amgiga selinayotgan Uyg'urlarga nima deydi deb savol qo'ygan. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 1-iyul kuni Twitter uchurda Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini baholab, uning Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi zo'r ko'lamli qatl-omlar va irqiy qirg'inchilik, har xil jinoyatlar bilan to'lgan bir asr ekanligini, hech qanday bir siyosiy partiya Xitoy Kompartiyasidagi jiq odamning jiniga zomin bo'lib boqmaganligini bildirgan. Egilinishcha yaqinda 500 dan ortiq Xitoy fan texnika va aspirantlari Amerikaga viza iltimos qilganda, Amerika elchixonasi va konsulxonasi ko'chmanlar va davlat tabiiylik qonunining 212-moddasining 2-tarmoq belgilamasiga uyg'un kelmaslik va prezidentning 10.043 nomerlik farmoniga asosan viza berishni rad qilgan. Amerika tarafidan rad qilingandan keyin bu Xitoy fan texnika aspirantlari yaqinda birlashma xat yozib, Amerikaning Xitoy huquqchilarini kamsitish masalasini haqiqiy hal qilishni talab qilgan. Markaziy axborot agentligining 6-iyul e'lon qilgan dokladga qaraganda, Xitoyning davlat taratqullari Xitoy kundalik gazeti bu ishdan xabardor kishilarning so'zini naql keltirib, 500 dan ortiq Xitoy fan texnika aspirant o'quvchisi Amerikaga viza iltimos qilganda rad qilinganligini, Xitoy diplomatiya ministrligi Amerikaning munosabatlik viza iltimos ishlarini qayta qarab chiqishga chaqirganligini bildirgan. Mazkur xabarda 500 dan ortiq Xitoy o'quvchisining hammasi Amerikada doktorlik yoki magistrlik unvoniga iltimos qilgan aspirantlar ekanligini, ularning ko'pinchisi elektr qurilishi, kompyuter, mashina, ximiya, material ilmi, biologiyalik davolash va boshqa fan texnik tarmoqlarni Harvard universiteti, Yale universiteti,
Kaliforniya universiteti, Berkeley, Massachusetts sanoat instituti, John Hopkins universiteti qatorliq nopusliq universitetlarda o'qishni iltimos qilganligini, Amerika tarafidan viza berish rad qilingan Xitoy o'quvchilarining taxminan 125 nafari Amerikaning o'qish mukofoti puliga erishganligini, shundaqla ko'pincha o'quvchilar Bayden hukumati vazifaga o'tirgandan keyin viza iltimos qilganligini ta'kidlagan. Hozir Amerikada o'qiyotgan bir qism Xitoy o'quvchilari Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylikning kuchayishiga ergishib, sezgur kasblar uchun Xitoy o'quvchilar vizasining rad qilinishining faqat vaqt masalasi ekanligini bildirgan. Bu yil may oyida Amerikada o'qishni planlayotgan bir Xitoy o'quvchisi dadasining Xitoy Kompartiyasi saqchisi bo'lganligi uchun Amerika bosh konsulxonasi tomonidan viza berish rad qilinganligini bildirgan. Amerika konsulxonasi qaror xati e'lon qilib, Amerika davlat ishlari kotibining Xitoy Kompartiyasi ko'chmanlar idorasi, bexatarlik ministerligi, jamoat xavfsizlik ministerligi qatorliq o'rinlarda aktiv vazifa o'tayotgan Xitoy xodimlarining oila tavobatlariga viza berishni to'xtatish haqidagi yo'l yo'riqni isbotlagan. Iyun oyida chet el taratqullari ilgari viza berish rad qilingan 310 Xitoy o'quvchini tekshirganda, viza rad qilingan o'quvchilarning ko'pinchisining Beijing Avasiya va Olam qatnash universiteti, Beijing sanoat instituti, Harbin pan-texnik sanoat instituti, Harbin qurilish universiteti va G'arbiy Shimol universiteti, Nanjing Avasiya va Olam qatnash universiteti, Nanjing pan-texnik universiteti va Beijing pochta telegraf universiteti qatorliq 8 cho'ng universitetni o'qiganligini, Xitoy Kommunistik partiyasining o'qish yordam fondining yordam mablag'idan bahramand bo'layotganligini aniqlab, alohida vazifa bilan chet elda o'qiydi deb gumon qilinganligi uchun Amerika hukumatining rad qilishiga uchraganligini bildirgan. Yaqinda Yangi Zelandiya universitet professori Xi Jinpingni masxara qilganligi uchun Twitter hisoboti cheklangan. Birlashma agentligining xabariga qaraganda, Yangi Zelandiya Canterbury universitetining professori Anne Marie Brady Xitoy Kommunist partiyasi qurilganligining 100 yillik munosabati bilan Twitterda Xitoy Kommunist partiyasining xalqaro e'tirof qilinmaganligini masxara qilgan bo'lib, faqat bir qancha davlat rahbarlari Xitoy Kommunist partiyasining qurilganligining 100 yilligini tabriklaganligini bildirgan. Shuning bilan munosabatlik ikki yozma Twitter tarafidan ishlatkili bo'lmaydigan deb belgi qo'yilib, 2 kun to'xtatilgan. Bir necha qatimliq arzdan keyin 5-iyul dushanba kuni hisobotini qaytarib olgan. Hamda maxsus maqola e'lon qilib, Twitter o'zining Xi Jinping uchun xizmat qilmaydiganligini vaqtliq unutib qolgan o'xshaydi degan. Anne Marie Brady bo'lsa, yer sharida ta'siri bor Xitoyning siyosiy mutaxassisi bo'lib, buningdan ilgari u Xitoy Kompartiyasini ochiq-oshkor tanqid qilgan. Sog'lomlikni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoladi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangpungliq ichida bo'lgan holda. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishli bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomlikdan ayrilmaydi. Psixik sog'lomligi badan sog'lomligi bilan bog'lanishlidir. Bularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrilmaydi. Odamning barliq o'y-xiyollari uning psixik holatidan mustasno emas. Insonning psixik holati yaxshi turib, uning o'y-xiyolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sizning kallangizdagi fikr-xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y-fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehnining ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mubada badan salbiy o'y-fikrlarni qabul qilganida, uni tushkunlik, o'g'rinlik, asli tutanmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki kasallik bir andila o'tirg'i chiqmaydi. U o'y-fikr va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan og'ir bir horg'inlikdan kelib chiqadigan holatdir. Biologik soat va uning roli. Biologik soat insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlikdir. Biologik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshiradi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Har 12 soatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab orom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kiradi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng mukammal darajaga yetadi. Uning faoliyati kunduz soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng tuvan darajada bo'ladi. Mazkur 12 ichki a'zo o'pka, qalin uchay, oshqozon, tal, yurak, inchik uchay, do'soq, naslanish a'zosi, böbrek, ichki bazlar, o't va jigar qatorliqlar. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologik soat bor bo'lib, u badanning turli xizmatlarini radga soladi. Uyqumi shuning ichida.
Akşam saat 11'den keç saat 3gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngayib ketadi. Mana bu vaqt intayin muhim bir vaqt bo'lib, bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi va qon, balg'am, sapra, savdodan iborat tabiiy xilitlarni ishlab chiqaradi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar shu 4 soat tozalanadi. Agar siz shu 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozalash xizmatini olib borolmaydi. Tabiiy xilitlarni ishlab chiqarolmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini olib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz shart. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozalash uchun 4 soat ozod vaqt hozirlab berasiz. Bu oraliqda zahar talto'kis tozalanib bo'ladi. Kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Qancha kech uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizda mushundaq davomlashtiraversangiz, badaningizdagi zahar to'planib mingiveradi. Ondan bir kuni tuyuqsizlar sizga nima bo'lganligini bilmayli qolasiz. Ammo o chaqda siz bak kechikib qolgan bo'lasiz. Shunga burun yetib zahar turing. Payg'ambar alayhisalom mening ummatimga beriladigan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshimi burun yetib adsi sahar turishga tashabbus qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.